Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli YouTube. Bugun siz bilan yana Zuhriddin Sirojdinovich Intellektual biznes patentlash markazidan gaplashamiz. Bizda ikkinchi son bugun, xudo xolasa, ikkinchi sonimizni asosiy egasi deymizmi, shunaqa desak menimcha to'g'riroq bo'ladi. O'zimizni xizmatimizda qabul qilgan va o'z brendlarini qonuniy egasiga aylangan opa-singillar brendini rahbarini oldiga keldik. Xudo xolasa hozir ular bilan ko'rishamiz, ular bilan intervyu jarayonlarini kuzatib borasizlar. Biz bilan birga bo'ling. Jannat tuzimsiz, charchamayapsizmi? Shayx yordami. Rahmat Allohga shukr. Va nihoyat ko'rishdik siz bilan Jannat opa. Restoraningizga birinchi marta kelishimiz hozir xudo xolasa. Jannat opa, intervyuni ham boshlayveramiz siz bilan. Birinchi bo'lib restoraningiz bilan tanishib chiqsak. Jannat opa, menga restoraningizni qisqachagina ta'riflab bersangiz, qanaqa joylari bor? Siz rahmat. Bizning opa-singil baliqqa bu umumiy zalimiz bor bu yerda. U tarafda semiyniy zalimiz bor, kabinkalar bor, o'tovlar bor. Undan keyin yo'lning u tarafida yana o'tovlar, kabinkalarimiz bor. Ikkinchi joyimiz. Tushunarli. Bu yoqda ya'ni oddiy nima deganingiz, hamma o'tiradigan joy, to'g'rimi? Hamma o'tiradigan joy. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta ko'rsata olasizmi? Semiyniy zal qanaqa? Yuring, semiyniy zalni ko'rsataman. Rahmat. Bu oilaviy zalimiz. Bu yerda asosan oilalar keladi. Bu yerda tug'an kun, din rождениялар qilishadi. Yurtdoshlar kelishadi, oila kelishadi. Faqat bu yerda ichish chakish mumkin emas oilaviy zalda. Bo'ldi, tushunarli. Bu ichish chakish naryoqda o'tiraveradi, o'zalda o'tiraveradi, gap bo'lishi mumkin emas, bo'ldi. O'tovlarimiz ham bor dedingiz. O'tovlarimiz bor. U tarafda ham o'tovlarimiz bor. O'tovlar bilan ham bir tanishib olsak. Yuring. Maylimi? Jannat opa, bu yoq bilan tanishtirib o'ting bizani. Bu ikkinchi yo'lning chap tarafidagi ikkinchi joyimiz. Bu yerda mana oilaviy zallarimiz bor, oilaviy kabinkalarimiz bor, o'tovlar bor. Yana o'tovlarimiz kengayyapti. Men kengaytiraman. Yana bir 15 ta o'tov tushadi. Bu taraf buziladi demak shunda. Yo'q, men o'rtasini shunday buzib, u taraf уже remont boshlab yuborganmiz. Uj boshlanib bo'lgan. 15 ta 16 ta o'tov tushadi yana, xudo xolasa o'tda. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas Jannat opa. Bo'lmasa Jannat opa keling, mana shu o'tovlarimizni ichida siz bilan bitta qisqagina intervyu olsak. Bo'ldi. Nima deysiz? Yuring. Mayli, ketdik. Mana. Xo'p, Jannat opa, rahmat kattakon, mehmondo'st insonligingiz bilan turibdi shundoq. Jannat opa, endi bizani asosiy vazifamiz auditoriyamizga, ya'ni tadbirkorlarga, umumiy xalqqa sizni brendingiz haqida ko'proq ma'lumot berishimiz va o'zingiz haqingizda iloji bo'lsa qisqacha ma'lumot berishimiz kerak. Shundan boshlasak suhbatimizni. Jannat opa, o'zi qayerliksiz, qayerda tavallud topgansiz? O'zingizni bir qisqachagina tanishtirib bersangiz. O'zi aslida mana shu O'zbekistonning qozog'imiz. Mana shu ota-bobolarimiz ham mana shu O'zbekistonlik. O'zbekistonlik. O'zingiz tavallud topgan joyingiz O'zbekistonda, lekin Qibrayskiy rayon. Qibrayskiy rayonida. Juda yaxshi. Jannat opa, yoshligingizdan o'zi restoran sohasiga qiziqib yurgan insonmisiz? Da, qiziqardim. Kafelarga borsam, обязательно niyat qilardim. Mana bu kafe ochsam, mashinaga o'xshab deb bir narsasini olib ketardim niyat qilib. Shunaqa bo'lsin deb. Lekin bunaqa kafe ochib, mana shunaqa zo'r bo'lib ketamiz deb, lekin o'ylamadim. Tushunarli. Opa, bu sohaga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Ya'ni umumiy ovqatlanish kafe, restoran sohasiga. Qanaqa bo'lgan? O'zi birinchi ishlaringizdan bir esingizga qolgan. 5 ta opa-singilmiz. Opa-singillarim uzoqlarda ishlardi. U bir-birimizni ko'rishamasdik. Bir 3 oylar bular yo'q bo'lardi. Qozog'istonga borib ishlab kelardi. Keyin opalarim bir yig'ilganda aytdim, "Opa, davaychi bir uzoqqa bormaylik. Mana shu O'zbekistonda O'zbekistonimizda bir biznes ishlab ko'raylik" deb. Mana shu kafeni ochganmiz, noldan qilganmiz. Noldan qilingan. Noldan bo'lgan narsa. Qancha bo'ldi bu ochilganiga? 9 yil. 9 yildan beri deyarli faoliyat olib boradilar. Boshidan bu nom opa-singillar nomidan bilan ochilgan yoki boshida boshqacharoq nom bilan yurgizganmisizlar? Boshida unaqa nom emas edi. Pochchani nomini qo'yib qo'ydik-da, endi mana shu yerda opam turadi, ikkinchi opam. Qo'yib qo'ydik, keyin yakka tadbirkor edik-da biz. Keyin erta davaychi срочно borib firma bo'lishingiz kerak dedi menga. Bordim. Milliy bog' qo'ying dedi. Men yo'q dedim. Shuncha opa-singilning mehnati, shu opa-singillar baliq markazi deb o'zim qo'yganman. O'zingiz qo'ygansiz. Ya'ni opa-singillar brendi ham bu shunchaki paydo bo'lib qolmagan, mehnatning orqasidan, ya'ni opa-singillar bilan qilingan mehnat orqali kelgan shu nom. Juda ham yaxshi. Endi xudo xolasa asosan restoranlarga nima bo'yicha xohlab keladi
mijozlaringlar qaysi biri baliqdan tashqari baliq zo'r bilamiz. Bu yoqda baliq zo'r qilishadi. Yana qanaqa? O'zi mijozlar aslida mana shu kafemizni ochilishidan boshida baliq boshlaganmiz, sazan baliqdan. Faqat balig'imiz bo'lardi, bo'ldi, boshqa hech nima bo'lmasdi. Keyin sekin-sekin uni qo'shdik, buni qo'shdik, 5 barmoq ham hamma narsa bo'lib ketdi. Hozirgi kunda baribir 80% mijoz, lekin baliqlarni xohlab, mazasini ko'rgani keladi-ya baribir. Chunki men o'zim ham eshitganman, opa-singillarda baliq zo'r deyishgan. Hozir mehmon qilganingizda endi kadr ortida bo'ldi. Zo'r ekan, rostdan bir tavsiya qilaman, kelib yeb ko'rishinglarni, xudo xolasa. Xo'p, endi kelajakdagi planlar qanaqa? Kelajakdami? Planlarimiz katta. U kelajakdagi planni vaqtli etmaydi deydi-ku, hammasi ichimda. Xudo xolasa uni ham bir reklama qilib ko'rsamiz. Xudo xolasa. Lekin ayta olmayman. Yaqin kelajakdagi ham hozircha sir. Sir. Xudo xolasa oldin bu olsin, keyin shundoq o'zi ana qilamiz. Tushunarli. Jannat opa, hozir menyuni qisqacha tanishtirib bera olasizmi? Qanaqa ovqatlar bor o'zi kafeda? Birinchi bo'lib sazan bor, bir 5 xil balig'imiz bor. Sazan bor, forel bor mangalda, to'n baliq bor, salsalob bor, marinka bor, 5 barmog'imiz bor, xastiklar, hamma narsa qo'shib tashlaganmiz hozir. Hamma deyarli kim nima ta'rif tushasa, yeb ketaveradi, xudo xolasa. Endi ko'pchiligi nega somsalaringiz yo'q deyapti. Endi xudo xolasa somsada, norinda hammasini qo'shib tashlaydi deb turman hozir. Tushunarli. Xo'p, Jannat opa, bugun kelganimizda sizga yana bitta yo'ldan bir narsa olganmiz. Bu intellektual biznes patentlash markazini sizga qilib bergan natijasi, xudo xolasa, uni ko'rsatamiz. Intellektual biznes patentlash markazidan brend patentingiz umumiy ovqatlanish yo'nalishlari bo'yicha patentlandi. Xudo xolasa opa-singillar brendi. Endi bu brendni haqiqiy qonuniy egasi o'zingiz bo'ldingiz. Rahmat. Tabriklayman, Jannat opa. Rahmat. Xo'p, buni o'zingizga berib qo'yaman, xudo xolasa. Jannat opa, mana buni olib qo'yasiz. Rahmat. Xo'p, Jannat opa, qarang, aynan siz bilan tanishganimizga bir oydan oshdi, to'g'rimi? Bizga murojaat qilgan, tezkor xizmatimizdan foydalanganlar. 9 yildan beri faoliyat olib boraman dedingiz ekan. 9 yil ichida brendingizni patentlashga nima turtki bo'ldi, endi qaror qildingiz bu narsaga? Shuncha darajaga yetib, keyin meni kimdir egallab olsa menga yoqmaydi u. Men nomimda kimdir ishlasa menga yoqmaydi. Shuning uchun shu qarorga keldim. Shu vaqtgacha o'zi bo'lganmi, bunaqa holat bo'lmaganmi? Endi bo'lgan, eshitladi, kelish so'raydi mendan. Shunaqa shu joyda joyingiz bormi deb. Yo'q deyman. Agar men joy ochsam, обязательно ana qilaman. Reklama qilib, shov-shuv qilib ochaman. Shov-shuv qilib ochasiz. Ya'ni brendingizga qattiq e'tibor beradigan insonlardansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Jannat opa, bo'lmasa hozirgacha mana kadrga qarab gapirsangiz bo'ladi. Hozirgacha brend yurg'izib, brendning egalik huquqini olmay yurgan insonlarga nima deya olasiz? Misol uchun brend patenti qanchalik kerak o'zi tadbirkorga? O'zi brend patent kerak. Shuncha mehnat qilib, noldan qilib, mehnat qilib, brendingizni kimdir olib qo'ysa, kimga yoqadi u? Yoqmaydi. Hamma shu o'zini patent ochish kerak, brendlab olish kerak o'zining nomini. Qonuniy egasi bo'lish kerak. Qonuniy egasi bo'lish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Jannat opa, mehmon do'stligingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, yana ham kelasi safar kelganimizda o'sha kelajakdagi rejalaringiz haqida ham gaplashamiz deb o'ylayman, xudo xolasa. Hurmatli tadbirkorlar, bugungi suhbatimiz sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Xudo xolasa, keyingi suhbatdoshimiz siz bo'lishi mumkin. Brendingizni patentlashni hech qachon unutmang.